Boshqa qayerda aytding? 90 kilocha ko'proq. Ana shu qo'y 7 million 300 bo'pti. Men aytdimki hozir 100 kilo kelib qoladim. 99 100 kilo. 100% javob. Kemaydi 100 pul. 99 ga ketdi Rapoqjon. Rapoqjon tort kilolar ketdi. 7 million 300 bo'pti. Men 99 100 kilo ko'rdim. Mana 7 million 400. Akalar, sizlarga qancha bo'y kerak? 1 metr chiqadimi bu? 1 metrmi? Bo'lsa kerak. 1 metr chiqadi, jonivor. Arqa noli oldi dahshat ekan. Boqqani oldingiz a? Sotaramiz har doim bo'lsa. 7 million 400. Bola olib turib taqvora. 7 million 400 bekorga oldik balaga bo'lsa. 7 million 400 bo'yingiz bor ekan jonivor. Rapoqjon tortaylik ovorib. Hayotda kelmaydi 100 kilo. Kemaydi 100 kilo. Agar 100 kilo desa qassobchilik qilmay qo'yasizmi? Yo'q, nima? Qassob emas. So'z olmaydilar. Ketdi Rapoqjon. Haydang-ku. 99 100 kilo ketib qoladi xudo xolasa. Hozir shu tortilar ko'rasizlar, baho berasizlar. Ama qo'chqor to'rtish. Suyuqlar juda sevimlari bilqillab ketmagan. Boqsa ham bo'lar, so'ysa ham bo'lar, ammo suyuqli qo'chqor. Tortamiz ko'rasizlar. Akalar, fikrlaringizni yozinglar kommentarlarga qo'y. 13 million 600. 100 kilo keladi qo'yingiz. 13 million 700. 100 kilo kam kelmaydimi? 100 kilo oshaq aka. Oshaqmi? Juda arzon oldingiz. Gipnoz qildingiz, o'tirlashlaringizda. Bu deb chiqdi. Qanchaga pichoqsiz? Qani? Qoch. 99 kilo, 98, 99. Uch bugundan boshlab bozorga chiqmaysiz. Aka 99 kilo. Yo, 100 kelmadi, 100 kilo kelmadi. Kommentariyaga hal qilyapsiz. Aka 100 kilo kelmadi. Bozorga chiqmang bozorga siz. 100 kilo kelmadi. Mana chiqadi. 100 kilo. Xo'p, qani 100 kilo? Keltirib beringlar bo'pti. 99 100 kilo deganmiz. Bozorga chiqmang bundan boshlab. Qani 100 kilo? Men 100 kilo kelmaydi dedim. Kelmadi. Hayotda kelmaydigansiz. 99 kilo kelmaydi. Kelmadi. Bozorga kelmang bugundan boshlab. Ha, yo'lda chiqib qo'ydi-yu. 99 kilo keldi. Bugundan boshlab bozor atmaysiz sizga. Yo'q, bozorda. Chag'am shamay qassobchilik ham qilmayapman. 1 kiloga da Mana olmay. Mana 7 million 399 kilo. Endi har o'zi yozadi. aytingda qo'y boqmaroqdi. Qo'y boqsa ham, so'ysa ham bo'ladi ikkoviga. Ha, sal go'shtdorroq aytingda qo'yisini basdi. Birodar, jo maslahat tushunmaymanmi? Yo'q. Sizlarning ilmlaringiz, sizlar bilimli emasdan ancha ortiq. Haqiqat. Zo'r. 99 kilo aka, ha? Akalar, yozing. Shunda Rapoqjon 74 mingdan tushdimi? Ha, 74 mingdan. Bu 85 kilo. 85 kilo qanchaga oldingiz? 6 million 8. Ko'rmadimmi? 6 million 885 kilo. Sizlarni tushunmaymizmi qo'yga? Men bilmayman aka. Rapoqjon. Ha, Savdo o'zi raza qaysi savdo bo'ldi o'zi? Qancha? 5 million 800 savdo raza qattiq bo'ladi. 58 ga. Chiroyli qo'chqor aka 58 ga 35 34 kilo ikki bor. Yaxshi kelib qolsa 70 kilo. 70 kiloli qo'chqor 58 ga. 70 kilo. 87 ming 88 ming savdo bo'ladi. 50 kilo keladi. Olmadim. 50 kiloli qo'chqor arzon bo'ladi 6 million 800 50 kilo go'sht yog'i bor. Kimga qolsa 48 kilo xudo barakasini bersin. Taroziga ham 80 mingdan tushadi. Hep siz oldingiz shu qo'ydi. Plus halol ekan sizni. Alloh rozi. Pensiya pulimi? Muruzoq bo'lsa log'im. Hovli qayerda? Gap yo'q. Iloq 90larda qurvoli qilib yuring. Qurvoli qilamiz. Rahmat. Chiroyli qo'y ekan. Qanchaga bermadingiz? 8 ga berman. Chiroyli qo'chqor ekan. 8 million. Quloqlari ham butun benuqson qo'chqor. 8 million. Yaxshi kelib qolsa 98 kilo qo'chqor mana. 98. Bugun yangi Qo'rg'onda kuzatdim bozorda qo'ylar yaxshi pulga sotiladi. Ko'p qo'ylar 150, 155, 160 ming. Mana qo'ylar 6 million 800 dan beriladi. 6 million 800 dan beriladi. Qo'yolmadik bugun. Yaxshi quloq lazım. O'g'li
Qo'qonda. Sizniki qayerda? Men Manedanda bu edi. Qo'qonda qo'ying. Meni qo'ylarni Bo'l chiqaramiz. Ota nechi pul qo'ying? 10 millionga berilmoqda, 10 millionga. 10 million. Qancha qilasiz akasiz? 5 so'ra. 5 million qilishyapti. 6,5 baho aytishyapti. 6,5 kami 5 so'rashyapti. Sakkiz tamam bo'lur, yopib kerak. Bozorda so'raydi ota, ha achchig'is kelmasin. 5 million savdo qilishyapti. 40 kilolik qo'chiq qor mana. Ozgina qo'shsinmi? Hali bor ekan. Ozgina qo'shinglar, ishlayman bitadi. Maydalanayman bu. 500 qo'shdim. Vashi otangizga rahmat. Ana kerak 100. 6,5 millionga baraka bo'ldi. Sipati, ko'chati zo'r, chiroyli qo'chqor ekan, quloqlari. 6,5 millionga baraka bo'ldi. 8 millionga berishman, 8 million. 54-55 kilo yuki bor. Qancha qildi aka buni? 5 million 300. Boqishga yaxshi variant. Mana savdosi qattiq bo'ladi. 47-48 kilo yuki bor. O'tasimiz, ammo 47-48 kilo. Yaxshi kelib qolsa, jivovi 80 kilolik qo'chqor. 6 million 800 ga berishmayapti. 6 million 800. Bu men mujarrimda hamma o'z qarichi bor, 80 kilolik qo'chqor. Bersiz bo'laveradimi? Foyda qilib bo'lmaydi unaqada. Hozir 1 yil boqishibman. O'tgan 12 oy, 11 oyda bozor olib chiqishdan chiqdi buni. Jivoyisi 102 kilo kelib, to 8 million 200 ga berishmayapti ekan. 1 yil boqishib otaxon. Alloh rozi bo'lsin. Ama yaxshi kelib qolsa 60 kilo bo'lsa 55 kilo naqdami. Mana 4 tosh kashdan qo'chqor mana. Bo'yi 1 metr ham chiqadi jonivorda. Aka yaxshi foydaga sotasizmi, foyda bersa? Ha, 7 million 400 ga olishdi. O'ta yo'g'on 4 tosh. Jivovis 96 kilo chiqdi, 96 kilo. Jonivor dahshat ekan. Bo'yi metr. Alloh rozi bo'lsin. Balandligini qo'yib ko'ryapsizlarmi, qo'ydammi? Zokirjon qayerga sotildi? Necha pulga sotildi? 4,5 million. 4,5 million. Yaxshi bo'ptimi? 4 million 600 ming. 4 million 600 ming. Ikkovi qanchaga bermadingiz? Oldik bular. Qanchaga oldingiz kovani? Bunasini 50 ga olgan, narigisini 62. Ha, bunisi 5 million 600 deylik, bunisi 62. 62. Yaxshi qo'shib 6 million. Bo'ldimi? Faqat tortoy ichki taras aylanasiga. Tortoy? Mana aka-ukalar, xudo xolasa ikkita qo'chqor baraka bu. 30 million so'm. Bittasi 100 kilo kelib qoladi, bittasi 90 kilo kelib qoladi. Bu jonivorlar. O'ta go'zal, o'ta chiroyli, o'ta polvon. Alloh rozi bo'lsin. 30 millionga qurvoliqqa, quloqlari ham butun. Tishini aka ularni? Ikkovi ham chor. Mo'si 100 kilo plus 90 kilo. 145 kilo, 120 kilo. Mana aka-ukalar, ama qo'yda bitta xususiyat bor, o'ta polvon, o'ta chiroyli. Alloh rozi bo'lsin boqqan odamdan. 30 millionga siz oldingizmi? 30 millionga oldim. Ikkita qo'chqor qurvoliq qoldi. Alloh rozi bo'lsin. Aka-ukalar, mo'si 7,5 million bo'lgan, 7,5 million. Bunisi 50 kilo kelib qoladi. 7,5 million. Bunisi 85-88 kilolik qo'chqor. Aka mazza qildim. Sotgan odamga havas qildim o'zimni, to'g'risi. Qurvoliq chopib ketyapti, ko'ringlar. 30 million. Jonivorlar, ama bittasi zo'r ekan, 100 kilo. Shunda jivoy vesiga qo'ylar bir 110 mingdan savdo bo'lib, jivoy vesiga 110 ming. Qo'yda bitta xususiyati bor ekan, chiroyli, o'ta ko'rkam, butun. Mana ikkita semiz qo'ylar, egasi boqib jonivorlar oqizib olibdi, oqizib. Buni 13 million, buni 10 millionga berishmoqda. Semiz qo'chqorlar bozorda o'ta ko'p, aka-ukalar o'ta. Hozir 10 millionga buni 13 millionga. Bu 75 kilo pelis, 90 kilo bunisi keladi, aka-ukalar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aka-ukalar. Bozor yangiliklari kanalining obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati
Buvayda tumani Yangiqo'rg'on qo'y bozoridamiz. Hafta kuniga yakshanba 24-mo'y sanasidamiz. Bozorda yurishga iloji yo'q. Mol bozorida yarmiga qo'y bozor ketgan. Xudo qudrati bilan mana. Jonivorlar to'lib ketgan to'lib. 23 millionga qo'y berilmadi. Qo'yi suyug'i 170 kilo kelib qoladi. 170 kilo. Alloh rozi bo'lsin. Aka-ukalar bittadan laklab bostiramiz. Lakboslardan Alloh rozi bo'lsin. Bozor qo'y bilan to'lgan, xaridorlar kammi. Mana 67 da. 66, 72 mi? Bu chimnisi? 66 mana. Quruqliqqa quloqlar butun qo'chqonlar mana. Sifati, ko'chati yaxshi ekan mana. Xudo xolasa, baraka 79, 67 bo'libdi. Yo'laytibda qo'chqor 8,5 million savdo qilingan. 8 million. Yaxshi qilib bo'lsa 100 kilo bo'lsa pastroq. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Bo'yga ko'ryapsizmi, otda keladi o'sha. 9 million savdo qilingan. 9 million. 90 mingdan savdo bo'ladi, 90 mingdan. 90 ming 100 kilolik qo'y. To'ygami? Bering. 90 ming. Bozor to'lib ketgan, to'lib. Yurishda, qadam bosishda iloji yo'q. Xudoning qudrati bilan. Qo'y quruqliqqa o'ta ko'p, o'ta. Sizniki ham emas, buniki ham emas. Nishbar? Siltamang mana 7 bor baraka. 5 million 700, 5 million 700. Yo'q, akada deganlaring uchun mayli dedim, men ham bizdan qo'shildim. To'g'ri gapni aytdilaring. 58 dedingiz, bular ekolarni bo'lib qo'yapman. Mana shu yigitni gapi o'lmasin, shu bolani. Qarab turibmiz aka. Hozir ot chekini bering. Kichkinasi 4 million 900 bu. 4 million 900, 34 kilo, 33 kilo bor. 34 kilo, 33 kilolik qo'ylar 150 ming. 40 kilolik qo'y ham 150 ming hisob. 6 million 600, 45 kilo go'sht yog'i bor. 6 million 600 ga bermayapti, egasi aytyapti 7 ga beraman dedi. So'ysha 45 kilo. 8 millionda 3 ta qo'y baraka bo'lish, 55 kilo atrofida go'sht yog'i bor. Qo'ylar o'ta chiroyli, o'ta semiz polvon ham bor. Suyli qo'ylar mana. Bu quruqliqqa xudo xolasa buni hamma yo'nalishga tushaveradi. 8 milliondan baraka bor. Quruqliqqa so'yli olsin qo'ydi so'radi bu ham. 8 milliondan 16 million ikkita olishdi quruqliqqa mana. 8 dan 16 million bu ham. Shu 90 kilo plus. Yaxshi qilib bo'lsa 95 kilo qo'chqonlarmi. Alloh rozi bo'lsin. Ana shu baraka bo'ladi. Hovli qayerda hovli? Jo'da. Taroziga 80 mingdan bo'ladi. Semiz qo'chqonlar taroziga 80 mingdan. Bozorda mana qo'ylar serob, sotilish darajasi tez. Ota nechmi qildi buni? Ha? 7 million 700 ga berilmadi. 7 million 700 ga. Qo'ylar serob 80 mingdan chashmay olursin. Qo'ylar serob. Xudo aytgan sotaman degan. Aka nechmiga bermadingiz uni? 63 62 38 40 kilolik qo'chqonlar. 6 million 300 6 million 6 qildim. Qancha 7 boqdingizmi? 1 yilmi? Yaxshi boqibdi. O'tasimiz 8 million 600 ga bermadingiz. 100 kilo atrofida qo'chqor, ammo jonivor badani ancha qalin. Sarig'ini qancha qildi sarig'ini? Sarig'i 8. 1 yil boqdingiz. Ha, semiz. Jonivor inqilyapti. Ikkovi nechmiga qildi bugun ikkovini? Ikkovi. Buni qancha? 76. 76, buni 78 buni. Berilmagan joyida mana. Qaysi desa? Qaysi desa aka?
Qanaqasi aka? 11.8 aka. Mana shu shakaran pul bo'libdi. 12 ga beradi. Bo'yi 1.3. Aytilmasdi ularsa sizga Menga qarang, qancha dedingiz? Qancha dedingiz? 15 baho aytyapti. Ya 11.8 yaxshi deb bering. Bo'yi yerdan 1.3, 4'tash. Jivo vesi 125 kilo keladi. Chekiga talashib turgan, chekiga 11.8. Shu qo'ydi bitta italiyalik o'zi ham qo'ydi oxiri tugashi mana xudo holat dinozavr boshlanish. 1.3 deysiz bo'yini. Bo'yi 1.3 a? 1.3 da. 1.3 qo'chqamda qilib tur qochib bilan bitta iltimos. 1.3 da. Pachka dol. Pul ham ko'p ekan sizda. U chiqarasizmi deyman bularni. 11 million 800 aka ukalar. Ama jonivor o'ta katta ekan. Bo'yi 1 metr desam aka aytishdiki, olib chiqib o'lchab ko'rganman deyishdi 1.3. Nima deysiz? Boylagan nomi bor bo'laveradi deyapman. 1.3. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ydi. Bunaqa kattasi kamdan kam bozorga chiqadi. 1.3. 4ga endi yoribdi. Mali sog'liq bilan yurmabdi ama. Alloh rozi bo'lsin. Ko'rinmasa. Aka ukalar qo'ydi go'zalligini qaranglar. Shediga go'zallik bosasizlar. O'ta chiroyli, B90, bo'yi 95. Xudoning qudrati bilan o'ta me'yoridan oshiq go'zal qo'y ekan B90. $1000 berilmabdi. Jivoy vesi 120 kilolik qo'chqor. Qo'yda bitta xususiyati menga yoqdi. Hamma yoqqa kelishimda. Hech kim bitta dalak bosmasa ham bo'lmaydi endi. Alloh xo'la qatta aka sizga. Zo'r ekan, chiroyli ekan. Mana shunaqa qo'y qurvoliq, zotni qo'yi qurvoliqqa so'yirsan qo'ydi zo'ri. 120 kilo chiqadi, qo'yda bitta xususiyati bor, qo'y me'yoridan oshiq go'zal ekan. Qurvoliqqa qo'ydi zo'rni so'yonish kerak. Hozir egasi aytayaptiki, 20 million kam bor deyapti, ammo o'ta chiroyli, o'ta B90 qo'y ekan. Alloh rozi bo'lsin. Xudoning qudrati bilan kamchiligi yo'q ekan. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Aka, oxirgi pulga berasiz. Qo'y zo'r ekan, chiroyli ekan, ayting. 15 million mesela. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? Chiroyligi uchun qo'ydi. 94. 944 77 94. Qo'ydi misol vesa bu joy narxga to'g'ri kelmaydi, ammo haqiqatdan olov qo'chqor ekan, chiroyli ekan. Buni qancha qildi aka? 10 million 600-500. Bu ham shu 70-75 kilolik qo'chqor. Bugun yangi Qo'rg'on qo'y bozorida ko'rib turibman, holat qo'y sotilgan bozor bo'ladi. 150 mingdan qo'ylar sotiladi, 150 mingdan. Har dori ham ko'p, qo'y ham ko'p. Xudoning qudrati bilan. Qo'chqor qo'zi bo'yi 90 chiqib qoladi, ammo o'ta yo'g'on bo'ladi. Kelajakda 69 ga berilmayapti. Ammo so'ysa 44 kilo, 45 kilo bor. Sodasi hozir 69 ga berilmadi. 150 ming so'da bo'lyapti aka ukalar. Yangi Qo'rg'on qo'y bozorida bugun qo'y tortib yubordim. Abduvos qassob nechta bo'ldi? 2 o'n pulga bermadingiz aka bularni? Ha? 16 ga bermadi. 8 da mana. 8 da 16 millionga berilmayapti. Yerda qurvoliqqa qo'chqor. Bo'yi shu salkam 1 metr, 130 kilo chiqibdi. 11 ga bermadingiz, ha? 11 ga berilmabdi, ammo jonivor semiz. Yaxshi kelib 80 kilo mo'ljal qiling Allohdan. Jonivor o'ta semiz, o'ta polvon, semiz, go'shtlar ekan. Tishi chori ekan, 80 kilo kam kelmaydi. Quloqlari ham butun ekan, Alloh rozi bo'lsin. Zot kishdi. Qaysinisi? Qaysinisi? 67. Zo'r pul bo'ldi, bering. 67 mana. Bering. 44 kilo, 45 kilo qo'chqor. 6 million 7 ko'raylik. 6 million 700. 44-45 kilo kelib qoladi unda, jonivor. 6 million 700. Ammo chiroyli B90 qo'chqor. Savdosi raza qattiq bo'lyapti. Pul qo'shib ko'ryapsan, 100 ming qo'shilyapti. Ehson, qo'y sotib o'tishiga 68 bo'ldi. 45 kilo atrofida kelib qoladi go'sht yog'i. Sizmi?
7 millionga baraka yo'q. Qanchaga sotdingiz? 90 milyon tortib. Necha kilo keldi? Uchalasi 350 kilo. Hozir 7 millionga baraka yo'q mana shu qo'chqor 7 million qurbonliqqa. Buni qancha qilib qo'yingiz? Yo'q, buni oldim. Qanchaga oldingiz? 67 ga. Buni 67 ga, buni 7 ga. Boqasiz siz. Yaxshi qo'y olasanmi? Yaxshimi? Mutaxassis ancha bunaqa qo'yga tushunchingiz yaxshi. Mana shu qo'chqordan 6 oy boqing. Juda katta bo'ladi. Bilasizda qo'yganmi? 7 million iligi, suyugi, bo'yi hamma yaxshi. 7 million yaxshi. Bu o'rtachami? Bu chiroyli qo'y ekan. Yo'q, bu katta ketadi-da bormi? Yo, yaxshi, bu ham arzon. Uchgan. Bermadingiz. Semiz qo'chqor 6 million 700 ga berilmoq. 6 million 43 kilo, 44 kilo eki bor. Hovli qayerda ota? Sarıçek oralar. Sarıçek'ten. Allah razı bo'lsin. 67 ga berishmas. Semiz qora qo'chqor. 43-44 kilo eki bor. Baraka bo'ldimi bu? Nech pul? Bugün yolda. Qanchaga bermadi? 6 milyon 200 ming qilyapti. Necha qoldi meni? Bunday borda akajon. 6 yaxshi pul o'tdimi? Bering. 6 million 300. 40 kilo 40 kilolik qo'chqor. Aka-ukalar. 150 ming 160 dan razabga qo'y sotiladimi? Qo'y ancha-muncha ko'paydimi? Oxiri qanchaga chiqdi bu qo'yingiz? 69 ga o'zi ham savdo qilmagan odam qolmadi, qo'yingizmi? 6 million 900. Aytishdiki 45 kilolik qo'chqor 7 dan oshib sotaman. Qanchaga baraka bo'ldi oxiri? 6 milyon 200 sana. 6 million 300, 43 kilolik qo'chqor. Jivo vesi yaxshi kelib qolsa 75 kilo, 6 million 300. Qurbonliqqa yaxshi qo'chqor. 6 million. Bugun kilo qancha qildi, Dehqon aka? Aka, nech pul qildi? Savdo qilgan yo'q. Qora qo'chqorlar trendda qoldi. Savdo sotdingizmi? Oldim. Qanchaga? 4 million 700, 4 million. Qurbonliqqa bu ya. Zo'r, barakasini bersin mana. 4 million 700. Qurbonliqqa quloqlar butun 12-13 oylik qo'y 25 kilo kilogram, 25 kilo. 24-25 kilo kilo. Kichkina qo'y sal qimmat tushyaptimi? To'g'ri tushunasa gapimni. Kichkina qo'ylar narxi sal tikroq tushyapti.